Assalomu alaykum hammaga. Furri pabigim oilasi hamma yoq tinch omonlikmi? Bugun sizlar bilan bepul keys orqali bulk-o'yinlarimni ko'paytirib ko'rishga harakat qilamiz. Buning uchun bu yerga o'tib promokod degan joyga promokodimizni kirgizib olamiz. O'zimiz olgan promokodni buni ishlatamiz. Otamiz ana 0 bulk o'yinni ochdik. Bilamashlardan beri orsa zo'r bo'lardi. So 2 nechi bu? Voy 0.71. Mana nechivo boshqa akkauntimizga ham o'tamiz. Sizlarga ham shunday promokodlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimda bor. Telegram kanalim mana ko'p keyslarga tashlab turaman. Shunday keyslarga mana ko'p, juda ham ko'p keyslarga promokod tashlab turaman mana. O'tib obuna bo'lsanglar bo'ladi, yangi ochganman. Mana Furri Buldrop sizlar chiqadi. Silkasini Telegram, YouTube kanal profilda qoldirib qo'yaman o'zim. Hozir men boshqa akkauntga o'tib olay. Mana bu akkauntimizda 19 bor ekan. 19 ni ko'paytirishga harakat qilamiz mana. Pastda bitta case bor edi, shuni topib olaydi. Suv degan case bor bolalar, shu ham normal yaxshi beradi. Buni 3 ta ochamiz. Ber normal ber. Voy 8. Yana 3 ta ochamiz. Voy 10. Yana 3 ta ochamiz. Bitta berib yuboradi. 13. Davay 2 ta ochamiz. Voy 4. Yana 2 ta ochamiz. Voy bo'ladi. Yana 2 ta ochamiz. Bitta berib yubor endi normal. Nechi berdik? Nechi berdi deb o'ylaysizlar bolalar? 5 berdi. 5 ta endi buni ko'paytiramiz. Bunda nimaga tikamiz deb o'ylaysizlar? Soat telefonim qotibdi. Qizib ketadi chunki. Nimaga tikakan bunda hozir? Yashilmi? Voy tavakkal yashilga. Tavakkalni boshqa olmasa bo'ldi. O, yaxshi. Yutdik. Yana 4 qilamiz. Endi unga nimaga tikaylik? Davayki sariq. Ko'pchilik sariqqa tikyapti-da. Nechi va buni pulga ko'ydik. PUBG'da o'ynab ko'ramiz buni. Boshida 8 tikib qo'yamiz. Bor balans tikib qo'ysak, bizga tushish ehtimoli ko'proq bo'ladi bolalar shunda. Boshida ko'proq tikib qo'ysak. Oxirida kim bitta ko'proq tikib olsa, bizga tushish ehtimoli bo'ladi-da, babi. Bular bizni yutadi hisobda deb oladida. Joyin 2000 tikib olsa-yu, unga 2000 likka tushadi aniq. Avvalo 50-100 tikib olsa, bizga tushishi mumkin. Keyin kommentda yozib ketinglar, keyingi safar qaysi keysni ochay. Ko'proq balans bilan. Ko'proq balans qilishga harakat qilaman. Hozir bundan keyin ham menga tushsa kerak bunda. Bunda menga tushadi, chunki men 72%. Mayli nechivo. Buni sotamiz. Yana boshida tikib qo'yamiz unga. Taktika bor bolalar.
Necha balansim bor edi o'zi? Boshqa akkauntimda ham 24 bulkoyim bor. O'shani ham ochamiz hozir bolalar. Boshqa tikib qo'yaylik. Bizga tushish ehtimoli bo'ladi-da endi ko'proq. Nechego? Davay protein tikib bor. Oxirida kimdir tikar, baribir 100 tikib borsa menga tushib qoladi, tamom. Ko'p ehtimol bilan hech kim tikmasligi ham mumkin lekin. Davay kimdir tiksin endi. Davay 50 tikdi menga tushadi cho'ta. Ko'p ehtimol bilan menga tushadi, xudo xolasa. Nechego men aytgandim-a? Men aytgandim, menga tushadi degandim-a? Boshida tikkanligim uchun menga tushdi. 57 balans bo'ldi. 57 balansga endi o'sha taktika bilan qilsanglar sizlarda ham o'xshaydi. 57 balans borga o'tamiz tavakkalga. Bitta normalni tushib ber. O, yaxshi. 54 balans qaytdi. 55 qoldi. Bundan chiqamiz bolalar. Bu yediradi hozir. Bitta yediradi. Nechvo? Yo'qdan qilib oldik hozir o'zi. 49 buni ochamiz endi bolalar. Bittaga qarang, bismillah. Bitta normalni shularni berib bor. Shularni berib bor. Xursand qil. Voy, palaka. Undan keyin esi o'tgandan ham yaxshi itdi. 24 nechvo? Bo'p turadi. Ay bilan ulgurmadim yashilga bolalar. Maylichi bu. Asl shuni bilardim, yaxshi tikmagan ekanman. o'n to'rtga boramiz, 24ga boramiz onasini ham. Lekin endi bunda menga tushmaydi cho'ta. Nimaga desanglar, menga ko'p berdi-da bu. Endi bunisi bermasligi mumkin. Ko'p balans tikkan odam bo'lsa ham. Chunki bo'lmaydi endi. Menga bermaydi cho'ta endi. Boshida meni qiziqtirganini berib oladi, keyin oxirida yediradi. Nishiva bilan biz tavakkal qilib tikib olgandik. Marta normalniy tikib qolishi mumkin oxirida, lekin 10 tikdi. Bu menga tushish ehtimoli bor. O, bilat. 100 tikib bordi, menga tushmaydi bunda 100%. Men aytgandim-ku. Boshqa akkauntga to'lamiz bolalar, hozir qaytaman yana men. Bolalar mayli necha akkauntimizda mana bunaqa bor. 24 bulkoin bor. 24 bulkoin biz nima qilamiz, bilasizlarmi? Mana shu yerda hozir hammasini tikib olamiz. Hammasini 4 tikamiz. Oxirgi tikkanligimiz uchun ham bizga tushish ehtimoli bo'ladi-da. Ja ko'p bas endi ehtimoli bo'ladi va bu ehtimol o'xshadi. Bizga berdi. Malades mujik. Keyin biz bu 37 nima qilamiz? Mashta 37 ni. Mashka sochsaymikin-a? Davay bolalar, undan shu keys ochamiz. Bismillah. Shapka bilan eng pasini berdi, onlayn 8 balansimiz qoldi. 9. Mayli shuni ochaveramiz. 9 10 ekan, borini tikib olamiz. Farqi yo'q. Farqi yo'q, mashina tikamiz. Bo'lmasam bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa bo'lmaydi. Tur 16 chunki boshida tikkanligi uchun shunga tushdi bolalar. Nechi bu? Bu akkauntimizda bormi ekan bolalar? Bu akkauntimizda 6 bor ekan bolalar. Shuni ko'paytirishga harakat qilamiz. 6ni ko'paytirish juda qiyin, lekin biz omadimizni sinaymiz. Ana taktikamizni qilib o'zimizni ruletkada. Mana ruletkani kakras bilan boshida tikib qo'yamiz. Oxirida kimdir tikib borsa bizga tushib beradi. Xudo xolasa. Shunaqa taktika qilib o'ynasanglar bo'ladi.
taktika bu. Taktika shu videoni tarqatib yuboringlar hammaga, bolalar o'zlaring ko'rib turibsizlar, mana taktikam o'xshayapti. Keyingi videoda qaysi keysni ochamiz? Sizlar aytgan keysni ochamiz, birodarlar. Sizlar aytgan keysni ochamiz akalar, aytsanglar, o'sha keysni ochib beramanmi? Necha oxirida kimdir hozir 30 yo 40 tik boradi. O aytgandim men. 40 tik bordi. Menga tushib beradi cho'ta bu. Yo'q, menga tushmadi. Necha lekin taktikalarimiz ko'p o'xshadi bolalar. O'zlaring ko'rdilaring. Endi bu yerda hozir sizlarga buni tushuntirib o'taman. Bu yerda bulpas bor. Bilmaydiganlar uchun bulpasda ko'p sizlar savol olsanglar bo'ladi. To'rda mana keysga ochsanglar bo'lar ekan. Har xil mana bonuslar beradi sizlarga mana shunaqa. Bulpaslarni ko'targanlarning sari. Bulpas 40 levelgacha bo'ladi. 40 levelda ham normal narsalar olsanglar bo'ladi, bilmaydiganlar uchun. Bu eslashda 82 kundan keyin ketadi. Kim bilmaydiganlar bo'lsa, pasina almashtiruvchisi bor. Shu yerda har bitta ochgan keysinglar uchun sizlarga 19 lik keys ochsanglar 19 tosh beradi. 19 ta tosh beradi. 19 ta toshni keyin sizlar almashtirsanglar bo'ladi bu ko'yinlarga. Yana bu yerda hisobni to'ldirish bor. Hisobni to'ldirishda sizlar mana bank humo bunaqalar bilan to'ldirsanglar bo'ladi. Mana masalan 15,000 solsanglar 92 pul ko'yin beradi. O'zingizlar masalan boy promokod kirgizsanglar bo'ladida. O'zlaring xohlagan promokod kirgizsanglar 20% chegirma qilib beradi. Masalan men Severniyni kiritib ko'raman. Severniy kiritaman. Nima bor? Frezi bor. Frezini kiritaman. Frezini promokod bu o'zim bitta promokod xolos. Ko'rsanglar yana 90 pul ko'yinida. Endi Frezi promokod bilan 20% bonus bo'lib 111 ta promokod bo'ldi. 111 pul ko'yin bo'ldi. 20% chegirma qilib berdi. O'zini xohlagan davlatdan turib tashlasanglar bo'ladi. Любой davlat. Bahrayn, Belgiya, Braziliya, Rossiya hamma yoqdan tashlasanglar bo'ladi. Humodan tashlasanglar bo'ladi. Vizadan tashlasanglar bo'ladi. Har xil bitta notcoin, boshqa hamma har xil kriptovalyuta pullardan tashlasanglar bo'ladi. Klikdan tashlasanglar bo'ladi. Keyin bu yerda UC chiqarish bilmayganlar uchun bu yerda chiqarib olish UC turadi. Chiqarib olish UC'ni yozib turib, bu yerga ID'larini kiritsanglar, mana o'zim aytayim, bu keyin 98 pul ko'yinga ID'ni kiritasizlar, balki o'zlarining ID'larini keyin 98 pul ko'yinga 60 UC olsanglar bo'ladi. 98 pul ko'yinga. O'ylab qo'yinglar. Osonda bu 98 pul ko'yin qilish. Вообще-то oson. Keyin masalan sizlar ko'proq bor deylar. 4000 pul ko'yin qilib olgan bo'lsanglar, necha yuz alasizlar? Kamida 3000 UC'da 2,5 UC'ni o'tadi, 3000 UC'ga boradida. Shunaqa qilib olsanglar bo'ladi akalar. Keyin men eslashda kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar, Buldur bilan hamkorlik qilmoqchiman. Hamkorlik qilganimdan keyin sizlarga ham o'zim open keyslar qilib beraman. To'liq shartnoma qilib olsam. Kanalga like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Shuni o'zi aytadi. Bu Buldur bilan hamkorlik qilish uchun norm aktiv kanal kerak bo'lar ekan. Men buni bildim. Shuning uchun menga podpiska qilib tursanglar zo'r bo'lardi. Hammaga rahmat.